Assalomu alaykum hammaga. Bu o'sha kutilgan video, ya'ni va'da berilgan video. O'tgan videomizda sizlar 200 tadan ko'p like yig'ib qo'ydinglar. Men bunaqa tez bo'ladi deb o'ylamadim. Hammalarga kattakon rahmat. Endi bu videoda aytganimizdek 17 Pro Max va S25 Ultra modellarini bitta solishtirib chiqamiz. Bu yoqda 7 ta faktor bilan bo'ladi. Oldindan aytib qo'yay. Qo'limizda ikkala model ham ochilgan. 17 Pro Maximiz уже ishlab yurgan model hisoblanadi va S25 Ultramiz maketi, chunki hozir kelish kerak bo'lgan apparat kelmay qoldi. Shuni hisobiga men o'ylayman, hozir bizga unaqa katta razницasi bo'lmaydi. Aslan sizlarga po faktu solishtirib beraman. Qog'ozdan tashqari hayotda o'zi qanaqa tutganlarning fikri bo'yicha sizlarga ozgina ma'lumot berib, konsultatsiya o'tishga harakat qilaman. Shundoq ekan, tak что kofeyizni damlab oling, shirinliklarni olib oling. Biz boshladik. Korpusiga keladigan bo'lsak, bu yerda iPhone'imizda alyuminiy korpus plus shisha. S25 Ultrada bo'lsa titanium korpus va shisha bo'ladi. Men o'ylayman bu yerda 5 shans уже titanium olib qo'yadi, chunki ko'ryapsizlar iPhone'ni pachoq bo'lganlarini, urilganlarini ku. Ammo rang masalasida keladigan bo'lsak, Samsungda 5 va undan plus limited ranglari bo'ladi. iPhone'da 3 xil rang: ko'k, oq, yimash, orange rangi. Lekin dizayni va udobniligi bo'yicha menimcha o'ylayman iPhone'dan o'ta olmaydi, chunki o'sha 12 chiqqandagi ko'k rangi, 13 chiqqandagi ochiq ko'k rangi, 14 dagi purple, 15 dagi titan ranglari o'sha yilgi kiyimlar kolleksiyasiga qarasanglar, o'sha yilgi kiyimlarga ham daji ta'sir ko'rsatgan. Men o'ylayman bu yerda o'sha iPhone baribir rang taraflama, dizayni taraflama olib ketadi. Kuchliligi taraflama Samsungda bu yerda baribir katta kuch bor. Men o'ylayman bu ikkalasini hozirgi momentda solishtirish unaqa to'g'ri emas, chunki bu yerda S25 Ultra o'zi 16 Pro Max konkurent hisoblanadi. Chunki bu 24-yilda fevralda chiqqan model. 17 Pro Max konkurentini fevral oyida biz haqiqatda ko'ramiz. O'zi S26 ni korpusini ko'rdinglarmi? Mana men bitta chiqaraman ko'rishinglar uchun. Bu chexollar uchun yoki aksessuarlar uchun zavod beradigan bu обычный maket hisoblanadi, lekin nima bu? 17 mi bu? iPhone mi bu? Endi nima deymiz endi? Lekin bu fikr bildirishga shoshmanglar, chunki iPhonening o'zini yo'nalishi bor tashqi dizayni bo'yicha. Xuddi shundoq Xitoyliklarni Samsungga ham o'zini yo'li bor, lekin ular iPhone yo'lidan yurishga qaror qilishadi negadir. Samsungni yerga urib yording deb boshlamanglar. Samsungchilarga yoqadigan gap aytaman. Bu ikkala apparatda ham ekranida Samsungning ekrani turadi, ya'ni Apple ham Samsungdan ekran sotib oladi. Endi ikkalasi ham kamida 120 Hz bo'ladi. U nit pitlarga paydalashib o'tirmayman, chunki biz aslida jaydari xalq tushunadigan tilda kontent qilamiz. Ikkalasida ham Samsung ekrani Retina XDR AMOLED 1S+. Men to'g'risi aytganim bilan sizlarga unaqa katta farq bo'lmaydi. Mana shu yerda yozib qo'yamiz model neriyatini. Ikkalasi ham 120 Hz. O'yin ko'tarish o'sha ultra kachesida ko'taraveradi, ishlatishlarga yumshoq bo'lib turaveradi. Xo'p, Apple'ga keladigan bo'lsak, 3 ta 48 megapikselli kamera bilan jihozlangan. Undan tashqari 8x optical zoom bilan va 120 fps 4K da bo'ladi, 8K da 60 fps bilan ishlaydi. Xuddi shundoq Samsungga keladigan bo'lsak, Samsungda 200 megapikselli kamera, 50 megapikselli kamera, yana 50 va 10 megapikselli kamera. Bu yerda 4 ta kamera bo'lib, frontalni 12 megapiksel bo'ladi. Bu yerda 100x digital zoom, ya'ni digital bilan optical farqini ekranlarda ko'rishinglar mumkin. Bu nima desanglar, bu o'sha optical zoom 8x dan misol kam ololmaydi va o'sha 8x tiniq detalni ochib beradi. Digital zoom o'sha rasmimizning yonlarini qirqib, prosta rasmimizni kattalashtirib bera oladigan zoom hisoblanadi. O'sha uchun bunga 200 megapiksel qo'yilgan, ya'ni kadrni bitada tiniq olib turib, uni bemalol yaqinlashtirib ko'rishinglar uchun. Kameralarda kelsak, shular men o'ylayman oyga olish bo'yicha baribir Samsung yutadi, lekin общий качество YouTube'ga qo'yilish bo'yicha Apple'ga yetadigani yo'q deb o'ylayman. Chunki bu yerda ham menimcha bir xil kuchlar, hammasini o'zining plyusi, o'zining minuslari bor. Xo'p, akkumulyatorga keladigan bo'lsak, bizda Samsungimizda 5000 mAh, ya'ni milliampere soatiga, iPhone keladigan bo'lsak 5088 mAh soatiga. Androidchilar nimaga? Har doim yopishadigan tegmanglar batareyka bo'lardi. Endi xursand bo'lib ketmanglar Apple'chilar, sizlar ham, chunki bu 5088 faqat eSIM versiyalarida bo'ladi. eSIM bu o'sha mana shu SIM karta sloti bo'lmagani uchun batareyka ozgina kattaroq bo'ladi va SIM versiyalarida bo'lsa, где-то 4823 mAh soatlar bo'ladi. Общийda aytganda ikkalasini hozir batareykasini solishtirish xato, chunki Samsung hali atvetini chiqarmadi. O'sha aytganimdek fevral oyida uni ko'ramiz va o'shanda bitta katta obzor qilamiz. Xo'p, sun'iy keladigan bo'lsak, Apple Intelligence deb iPhone 6 Max chiqqan paytda rasa karillashdi, juda katta narsalar bo'ldi. Men oldindan Apple'ning qo'shimcha funksiyalariga hayron qolganman, o'shani orqa fonni yo'q qilib qo'yishlari bular katta qadam edi, ammo sun'iychilikda ozgina o'xshashyapti. Bunda Samsung yaqqol favorit, chunki mana primerni o'zingizlar tushunishinglar uchun montaj borasida yoki gaplash borasida endi qolganlarda uncha emas-ku, rasmlar, media bilan ishlashda baribir Samsung oldinda. Chunki sun'iychilik bo'yicha hozirgi kunda Samsung o'tib ketdi. Endi bularni narxi masalasiga kelsak, iPhone 6 Pro Max hozir $1600 atrofida o'rtacha bozorda, S25 Ultra 950 dan 1050 gacha yuribdi. Lekin babiga aytaman, buni solishtirish xato. Fevralda 26 Ultra chiqqanida o'shanda narxlar bundan ham kelgan bo'ladi
bo'ladi, u ham predzakaz bo'lganiga boshida qimmatroq bo'ladi. O'shanda ko'ramiz. O'sha gap. S25 Ultra'ning konkurenti 16 Pro Max. Tushunishinglar uchun aytaman, hozir 16 Pro Max yangisi narxi $150 bo'lyapti. Rastamoshkalardan keyin. O'zi oldin orasida farqi $100 bo'lardi bularni. Nimaga unaqa katta bo'lib ketdi desanglar, S25 Ultra'ni zavod narxi $999, 16 Pro Max, hozir bu yerda 16 Pro Max yo'q. 16 Pro Max zavod narxi $1200 deb belgilangani uchun O'zbekistonda aeroportdan kirayotganda bojxonada $1000 dan oshgan tovarga rastamoshka to'laganimiz hisobiga bu bez rastamoshka o'tib ketadi. Faqat IMEI to'lanadi. 16 Pro Max $200 ga qo'shimcha yana 30% bo'ladi. Bu ya'ni $260 bo'ladi va bularni $400 ga qo'shimcha 30% bo'ladi. Shu uchun orasidagi farq katta bo'lib ketdi. Agar S26 Ultra $1099 chiqsa ham, o'sha uning narxlari ancha yaqinlashib qoladi, chem 25 Ultra ga qaraganda. Bozorda stabilligi haqida gapirsak endi, narx masalasida arzonligi bo'yicha S25 oladi, ammo bozorda stabilligi bo'yicha iPhone top of mind, ya'ni hamma Apple'dan o'rganishga harakat qiladi. Ya'ni ikkilamchi bozorda narxni ushlab qolishi. iPhone'ni 5 yil oldin chiqqan, 2020-yil chiqqan 12 Pro, 21-yil chiqqan 13 Pro modellariga qarasanglar, haligacha 4 million so'm atrofida sotiladi va undan tashqari haligacha ish beradi. Uni hozir olib turib ham 2 yil ishlab yana pulga sotsanglar bo'ladi-da, ishlatib. Shunga o'ylayman, narx stabillik bo'yicha Apple baribir kuchliroq. Samsung'ni S10lari, Note 10lari haligacha bozorda bor-ku, men o'ylayman, ular ozgina aktualligini o'sha yo'qotgan. Sizlar $1000 ga, $1600 ga nima olaman deb o'ylasanglar, ikkala telefon bu yerda bir xil kuchli, sim va telefon. Oxiridagi so'nggi xulosaga keladigan bo'lsak, ikkalasi ham kuchlarini, konfiguratsiyasini, dizaynini, narxlarini ko'rib chiqdik. Bu yerda 17 Pro Max qulayligi, dizayni va bozorda stabilligi bo'yicha yaxshi, ammo S25 Ultra funksionali bo'lib ish berishligi, sun'iy intellekt bilan o'tib ketadi. Xuddi o'sha gap, meni fikrim bilan kimdir g'oyasi yoki fikri o'zgaradi deb o'ylamayman. Siz agar Samsung ishlatib kelayotgan bo'lsangiz, dalsha Samsungni olib ketsangiz ham bo'ladi. Apple'ga o'tib ko'rsangiz, lekin ko'p narsa yo'qotmaysiz. Siz agar Apple'da yurgan bo'lsangiz, S25 Ultra yoki 26 chiqsa, uni ham ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Hozir ko'p iPhone ishlatadiganlar yonida Z Flip, Z Fold modellarini olib yurishdi ikkinchi telefon qilib, yoki u bir iPhone 2dir, unisini bilmadim. Fikrlarni kommentga yozib qoldiringlar. Sizlar qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? Agar qaysidir apparat ko'p komment yig'sa, o'sha modelni crash testlarini ham bitta o'tkazamiz, xudo xolisa. Hozircha bizga obuna bo'ling, podpislashing, videoni sporlashib yuradigan har doim do'stlaringizga ulashing. Samsung yaxshimi, iPhonemi deb. Men o'ylayman, bu yerda yaqqol favorit yo'q. Ikkalasidan aniq kimdir zo'r bo'lganda o'sha bozorda birinchi bo'lardi. Bular ikkalasi ham o'zining pozitsiyasini ushlagan. Kimdir kreativ, qulaylik bo'yicha, kimdir ochiqlik, funksional va qattimlik bo'yicha deb o'ylayman. O'shanga ikkalasi ham yaxshi va bularning qatoriga qaysi modellarni qo'shardinglar? Kimdir Xiaomi yetadi, kimdir OnePlus yetadi, kimdir Google Pixel yetadi. Bu 5 ta apparat ham kuchli flagmanlar. Komment fikrlarni yozib qoldiringlar. Shulardan qaysi biri kuchli? Agar o'sha aytganimdek qaysidir ko'p komment yig'sa, shuni crash test qilib ko'ramiz. Bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Endi rostdan tugadi.